Xo'p, assalomu alaykum. Bugun biz Telegramga istora qo'yishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun Telegramga kirib olamiz. Kirganimizda pastda kamera chiqadi. O'sha kamerani bossak, masalan, bu yerdan o'zimizda videoga olsak bo'ladi, rasmga olsak bo'ladi. Mana orqa kamera. O'shanday qilsak bo'ladi va bu yerdan galereyadagi narsalarni qo'ysak bo'ladi. Masalan, shuni qo'ymoqchiman. Buni qo'yishsak, bu yerdan rasmlar chizsak bo'ladi, har xil narsalar qo'ysak bo'ladi. Bu yerda stikerlar qo'ysak bo'ladi mana. Joylashsa bo'ladi. Bu yerdan tekst yozsak bo'ladi. Tekst yozsak bo'ladi va bu yerdan videoni edit qilsak bo'ladi. Bu video mana bu qancha vaqt turishi qo'yilgan. Yangisini bossak, bizda shunaqa o'yna chiqadi. Bu yerda hamma kontaktlarim, yaqin do'stlar, keyin tanlanganlar bo'lishi mumkin. Men hamma qilib istora qo'yishim kerak bo'ladi. Mana istoramiz shu yuklanmoqda. Bugun sizlar bilan o'rganadigan narsalarimiz shular edi. Vaqtingiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.